narsa. Biz tarozda tortadigan narsa deganda mana shu aqlimiz, dunyo qarashimiz, tushunchamizdan kelib chiqib turib, vazni bor narsani tushunamiz. Jismi, shakli, vazni bor narsani, kartoshkani, piyozni, tillani, g'ishtni yoki toshni. Endi qiyomat kunida u tortiladigan narsa jism bo'ladimi? Ulamolarimiz bu haqida nima deyishgan? Bu qarashlar haqida doktor Ahmad Faridni Bahrul Roy kitobida shunday ma'lumot kelgan. Tarozida qiyomat kunida tortib o'lchanadigan narsalar haqida 4 xil qavl bor. 4 xil so'z bor. Birinchisi, bajarilgan amallar tortib o'lchanadi. Ya'ni bandalarning aytgan so'zlari va qilgan ishlari mujassam holatda, jism holatida taroziga qo'yiladi deyiladi. Amallarimiz jism bo'lib taroziga qo'yiladi so'zlarimiz. Chunki Qur'onda Alloh taolo "Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara." Kim zarra vaznichalik, zarra og'irligichalik yaxshi amal qilsa, uni ko'radi tarozida va zarra vaznicha yomonlik qilsa, uni ham ko'radi tarozida. Hadis sharifda aytilgan kalimani tarozida og'ir kelish haqida ham kalimatani hafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan va habibatani lirrahman. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Mana so'z taroziga qo'yiladi deyaptilar Rasululloh. Abu Hurayradan bu hadis. Ikkita kalima bor. Tilga yengil, tarozida og'ir, Rahmonga sevimli. Subhanallohi va bihamdi subhanallohil azim. Demak, kalima taroziga qo'yiladi deyapti. Ikkinchi qavl. Amallar yozilgan sahifalar tortib o'lchanadi. Ya'ni bandalarning qilgan ishlari hammasi qog'ozlarga yozilgan bo'ladi va mana shu yozilgan xatlar, qog'ozlar, varaqlar taroziga qo'yiladi. Bunga payg'ambarimizning hadislarida ishora bor. Innalloha sayuhallisu rijalan min ummati ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah fayanshuru alayhi 99 sijillan kullu sijillin maddul basar. Alloh ummatimdan bir kishining xaloyiqning ko'z o'ngida xalos qiladi.